O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham muhim, o'tkazib yubormasdan. Ko'rib turgan polvon yigitimiz Muhammad Iso hozir 4 yoshga to'lganlar, lekin muddatidan oldin tug'ilgan, ya'ni 6,5 oylik adashmasam. Avvalo Allohning xohishi bilan va o'sha dodalarini, atrofdagi yaqinlar va sizlar sabab 4 yoshga kirdi shu bola. Ko'pchilik ishonmagan va lekin hozir juda ham muhim joyga kelibmiz. Ya'niki yana bitta muhim operatsiya bor, ya'ni bosh miyadan Turkiyada bo'lar ekan. Ko'plab bizning hamkasblarimiz buni joylashtirgan, yordam qilgan. $8,000 qoldi atiga, $22,000 yig'ilgan, $30,000 kerak. Shu yoshgacha Muhammad Iso to'g'risi juda ko'p operatsiyalarni boshidan o'tkazibdi. Boshida o'pkasi, undan keyin yuragi, yurak degan hozir faqat bosh miyasida, ya'ni qanaqadir nimadir paydo bo'libdi, ya'ni sudirgi bo'lishiga sabab bo'lar ekan o'sha narsa. O'shani yo'q, o'shani operatsiya qilsa ketar ekan, xudo xolasa. Faqat imkonimiz bo'lsa o'zimiz qo'ldan kelgancha, bo'lmasa qo'ldan keladigan yaqinlarimizga videoni ulashsak juda ham yaxshi bo'lardi. Hammamizga Allohning o'zi ajrini bersin, ilohim. Rahmat.